Salom aytadi, Alloh boshingizni ko'taring deyapti. Qiyomat kunida ummatda hammasi 120 saf bo'lar ekan. Shundan 80 safi sizning ummatingiz bo'ladi, qolgani boshqa ummat bo'ladi desa Rasululloh yana boshimni ko'tarmayman, yana yig'layman. Shunda 3-marta Jabroil alayhisalom kelar ekan. Alloh aytayapti, sizning ummatingizning qalbida xardal urug'chalik iymoni bo'lsa, uni agar gunohi yarasha azoblansa, uni Alloh jannatga kirgizaman deb va'da qildi deganda payg'ambar alayhisalom boshlarini sajdadan ko'tarib, yig'idan to'xtab ummatiga duo qilar ekan. Ana shu payg'ambar uchun azizlar biz salovat aytamiz. O'sha payg'ambar alayhisalomga bizlar mavlud qilamiz, eshitamiz, ixlos qilamiz. Shuning uchun azizlar, sizni bizlarni mana bu mavludlarni eshitganda ixlos bilan turishligimiz zarur lozim bo'lar ekan. Hozir ba'zi bir nodon johillar chiqib qolib, mavlud yo'q, bid'at, xurofot deganlar chiqdi. Birodar, seni qalbingga payg'ambar alayhisalomning muhabbati bo'lmasa, bizda nima aybimiz bor? Rasulullohning ishqi bo'lmasa, qalbingda bizda nima xatomiz bor? Buni hammasi Rasulullohga bo'lgan muhabbat bo'ladi sizlar. Alloh taolo uy sohibini bu muhabbatini Alloh ziyoda eylasin. Qiyomat kunida mavlud qilgan ummatim, mavludni eshitgan ummatim deb Rasulullohning shafoatlarini uy sohibi va siz ummatlarga Alloh nasib aylagan bo'lsin. Xilvat hazratlar yozgan bir ikki band azizlar o'qib beramiz.